do'konimiz yopilish arafasida ko'pchilik xavotir olyapti-da, anaqa tushkunlikka tushib qolmagin. Anaqa u tushkunlikka tushmayman. Bundan qiyin vaziyatlarda ham yengil o'tib ketganman. Anaqa xavotir olmanglar. Bu oddiy holat. Bitta eshik yopilsa, ikkinchi eshik ochiladi degan gap bor-ku. Men o'sha nima deydi, biz yopishga majbur bo'laman. Yopish uchun buyruq berilganda. Men o'zimni uydagilarim nima desa bo'ladi, xavotirga tushib qolishga ana videolar hamma xohlagancha video qo'yapti-yu. Onam bilan adam har 2 soatda telefon qiladi. Tinchmisan o'g'lim? Tinchmisan? Mana shunaqa video chiqdi, mana shunaqa video chiqdi. Keyin juda katta sabab men bu odam bo'lib qoldi. Yopilishimga. Hozir mana. Hozir 1 minut. Az yeb ko'rganim qaysi edi? Mana buni boshidagi. Qanaqa ekan ko'cha mazasi? Cho'zilib ketdi. Mana shu odam juda katta sababchi bo'ldi yopilishimga. Mana yoki o'zlaricha ustimdan kulib chiqdingiz. Mana shu videoz orqali ses keldi, keyin uydagilarga ham ancha anaqa bo'ldi. Sizning rolingiz katta bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men xafa bo'lmayman. Bu ish bo'lmasa boshqa ish bo'ladi. Har bitta ishni eng zo'ri bo'lishi kerak. Xavotir olib, ana qilmanglar. Men o'zimdaman, men tushkunlikka tushib qolmayman hayotda. Bundan qiyin vaziyatlarda ham oson o'tib ketganman. Har doim to'g'ri bo'lsa odam yaxshi bo'ladi.